qizli pardasi butun bo'la turib 4 oylik homilasi bor qizni bugun ona qabulimga olib keldim. Qarangki, u qizda to'xtovsiz qusish, ko'ngil aynash bezovta qilib kelgan. Ona qabulimga mazasi bo'lmagan uchun shu 18 yashar qizini olib kelgan. Endi bu qizda ko'ngil aynish, qusish bo'lgandan keyin ham qiz bola deb turgandan keyin onasi, doktor xayoliga nima keladi? Qayerdadir o't tufayligida qanaqadir o'zgarish yoki jigarida o'zgarish ketayotgan bo'lsa kerak deb ultratovush tekshiruviga yubordim. Ultratovush tekshiruvida datchik tagida 4 oylik homila kelib chiqdi. 4 oylik homila. Lekin bu qizni kresloga chiqarib ko'rsam, qizli pardasi buzilmagan. Bu yerda hali bola keldi, bolani xolasi keldi. Holat qanaqa bo'lgan? Qiz uyda o'tiradi, hech qayerda o'qimaydi, ishlamaydi. Onasi ishga ketadilar, otasi ishga ketadi, ukasi maktabga ketadi. Hali qiz telefonda o'zini yaxshi ko'rib yurgan yigitini chaqiradi. Chaqirganda uyda shu bola bilan o'zligicha o'ynashib ma'ruza qilinadi. Bola janjal qilyapti xolasi bilan. Men qizli pardasini olmaganman, bola mendan emas deydi. DNK qildiramiz deydi. Uylanmayman deydi. Bu yerda bu o'ynashganda spermatozoidlar juda aktivniy bo'lganda haligi qizli pardadan ham o'tib ketadi. Bunaqa qizli homilador qizli pardasi butun bo'lib turib, ko'p qizlar homilador bo'lib kelyapti. Endi menga aytinglar, ayb qiz tomonidanmi yo yigit tomonidanmi? Hurmatli onajonlar, farzandlarimizga chiroyli tarbiya beraylik.